Assalomu alaykum hurmatli briefing ishtirokchilari. Bugungi kunimizda kadrlar salohiyati va ularning professional rivojlantirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Yangiyer shahar maktabgacha maktab ta'lim bo'limida jami 537 nafar oliy ma'lumotli pedagoglar faoliyatini olib bormoqdalar. Bu shahrimizning ta'lim tizimining mustahkam ilmiy salohiyatiga ega ekanligini ko'rsatib turibdi. Aynan shu oliy ma'lumotli pedagoglar ichida 263 nafari oliy va birinchi toifali pedagog, 274 nafari ikkinchi toifa hamda mutaxassis lavozimidagi pedagoglardir. Bu ko'rsatkichlar shuni ko'rsatadiki, pedagoglarimiz qariyb yarmi yuqori malakali professional toifaga ega hisoblanadi. Hozirgi kunda 138 nafar pedagoglarimiz navbatdagi bahordagi attestatsiyaga hujjat topshirishgan. Bu o'z ustida ishlash, o'z salohiyatini oshirish va yuqori toifaga erishish yo'lidagi faol harakatni ko'rsatyapti. Attestatsiya ishtirokchi nazorat mexanizmi emas, balki professional o'sish bosqichi hisoblanadi. Malaka oshirish tizimida ham uzluksiz rivojlanish, uzluksiz ta'lim amalga oshirilib kelinmoqda. O'quv yili boshidan buyon pedagoglarimizning 60% bir oylik malaka oshirish kurslariga muvaffaqiyatli ishtirok etib tamomladilar. Reja grafik asosida o'quv yilining yakuniga qadar barcha pedagoglarimiz, ya'ni 100%ni malaka oshirish kurslarida ishtirok etadilar. Bu bo'yicha bo'limning, boshqarmaning rejalari mavjud. Bu jarayon tasodifiy emas. U tizimli, rejalashtirilgan bo'lib, har bir fan kesimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, raqamli ta'lim vositalari, kompetensiya yondashuv va interfaol metodlar asosida olib borilmoqda. Malaka oshirish bu faqat sertifikat olish emas, bu zamonaviy dars berish metodikalarini o'zlashtirishi, o'qituvchilarning faollashish uslublarini ko'rsatish, baholashning shaffof va samarali mexanizmini qo'llash, psixologik yondashuvni kuchaytirish demakdir. Kasbiy rivojlantirish kuni ichki imkoniyatlarni o'sish maydoni hisoblanadi. Aynan shuning uchun o'quv yili boshida Yangiyer shahardagi 537 nafar pedagoglarimiz hafta kunlari bo'lingan holda fanlar kesimida kasbiy rivojlantirish kuni, kasbiy rivojlantirish soatlari muntazam ishtirok etib kelmoqda. Bu darslar ilg'or o'qituvchilar tajribalarini almashtirish, ochiq darslar tahlili, metodik muammoli muhokamalari, yangi ta'lim texnologiya sinovlar o'tkazib kelmoqda. Shahrimizning 7 va 8 maktablarida faoliyat olib borilayotgan Filippinlik hamda Koreyalik pedagoglar xalqaro tajriba amaliyotini olib kirayotgan muhim omil hisoblanadi. Xorijiy pedagoglarning ishtiroki bizning ta'limimizga quyidagicha amalga oshiriladi. Bu o'qituvchilarning til muhitini shakllantirishga, xalqaro standartlariga mos o'qitish usullarini joriy etishga, mahalliy o'qituvchilarni uchun tajriba almashuv imkoniyatini kengaytirishga xizmat qilmoqda. Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, professional rivojlantirish bu bir martalik jarayon emas, balki uzluksiz harakat hisoblanadi. E'tiborlaringiz uchun rahmat.